Aziz hamkorlar, hozir men yangi badimiz yakirsiz tilashi, ya'ni turkchada cho'ban ko'kertin deb yozilgan kapsulamiz. Buni kodi 4016. Bu badimizni ko'pincha asab tizimi kasalliklarida, pochkadagi toshlarni eritishda, siydik yo'llaridagi toshlarni eritishda, siydik haydovchi, erkaklar quvvatini oshiruvchi, siydik yo'llarida shamollash, sifilis kasalliklarida va ko'z kasalliklarida, oshqozon ichak yo'llarini ishlashini yaxshilab beradi. Skleroz kasalliklarida, yurak kasalliklarida qon aylanishini yaxshilab beradi va qondagi yomon xolesterinni kamaytiradi va tromblarni eritib beradi. Qondagi zapor kasalliklari, ya'ni kolit kasallarida ich qotishida va yuqori davleniyani normallashtirishda juda ham katta yordam beradi va bu badimiz besplodiyada ham yordam beradi. Bosh og'riqlarida ham ichsa bo'ladigan shunaqa juda ham ajoyib badimiz kelgan. Bu badimizni kodi 4016, summasi 204 ming, bali 1522 ball.